qilib qo'ygan bandani xotibman. Qabrlarni beringlar, jasadlarni beringlar. Ona yurti Buxoroga olib ketaman deganlarda vasiyatlarga binoan berilmaydi. Shundan keyin bu tabarruk zaminni odamlar ming yillar mobaynida ziyorat qiladi. 15-asrda 2-yarmiga kelib Buxoro xoni Abdullohxon tomonidan mana shu chinorlar ekiladi. Masjid, maqbara, minorlar quriladi. Ana shunday obod ziyoratgoh sobiq Sovet ittifoqi davriga kelib, sun'iy ravishda masjidlarda namoz o'qilmasin, ziyorat qilinmasin degan maqsadda xarobaga aylantirilib, masjidlar filtra solinadigan omborxonaga aylantiriladi. Mehmonlar ko'p zeriklar qo'ymanmi? Ana shunday bir davrga to'g'ri kelarkan diqqat bilan eshitingizlar. 1956-yil Moskvaga liviyalik Alloma Nadim Jisri, Indoneziyaning prezidenti Sukarno rasmiy tashrif bilan Moskvaga keladi. Moskvaga kelib samolyotdan tushib aytarkan, davlat ishini keyin gaplashamiz, men Imom Buxoriy ziyorat qilishim kerak. Moskvalik rahbarlar bilmaydi Imom Buxoriy kim, qayerda islom olamidagi o'rni. O'sha davrda 5 ta respublikaning muftiysi, Qozog'iston musulmonlar idorasi raisi, asli Toshkentlik bo'lgan Ziyoddin Qori Boboxonov domla. Mana shu oq salladagi odam Ziyoddin Qori Boboxonov domla. Agar mana shu inson bo'lmaganda, diqqat bilan eshitingizlar. Mana shu inson bo'lmaganda Imom Buxoriy bobomizni qabrini ziyorat qilish uchun siz bilan biz bugun Indoneziyaga borgan bo'larmidik? Endi suhbatimni davom ettiraman, eshitingizlar. Mana shu domlaga telefon qilsa aytarkan, Samarqanddan 20 kilometr masofa, shunaqa hardan qishloq shunaqa joyda, lekin biz mehmon kutolmaymiz derkan. Chunki masjidlar filtra solinadigan omborxonaga aylantirilgan bir davr bo'ladi. Ta'mirlanglar deb buyurarkanda, oynangi mehmonni samolyotda olib kelish o'rniga 5 kun ichida Moskvadan Samarqandga poyezd olib keladi. 5 kun ichida yo'l qilinadi, obod qilinadi. Lekin mehmon xursand bo'ladigan darajada ta'mirlashga vaqt yetmaydi. Yana hiyla ishlatishib kechasi olib kelarkan. Darvozadan kiraverishda oyoq kiyimlarini yechib, emaklab, yig'lab kelayotganda qabr bosh qismiga o'tib, yarim soatda, 1 soatda chiqib ketadi degan mehmon bu kunisi peshin namozigacha Qur'onni to'liq xatm qilarkan. Turib qarasa atrofga xaroba. Shunday ulug' zotni xohibsizlar. Agar sizlarga kerak bo'lmasa menga beringlar. Norozi bo'lsalaringiz 4 metr chuqurlik, 4 metr enlikda texnikamiz bor, kesib olamiz, taroziga qo'yamiz. Tonnasiga tonna, grammigacha pullar bilan almashamiz deganda Moskvalik rahbarlarga Ziyoddin Qori domla bitta gap aytadi. U zamonda, u davrda Ziyoddin Qori domlaning gapini gap deyotgan zamon emas edi. Lekin Ziyoddin Qori domla aytadiki, Imom Buxoriy Amir Temurga qaraganda Allohga 1000 bor, million bor yaqin. Diniy olim, shar'iy olim. U kishining ruhlarini bezovta qilib bo'lmaydi. Amir Temurning qabrini ochib nima bo'lganlaring? O voqeani hamma biladi. Ikkinchi og'iz boshlanganini eshitgansizlar. Ana shu voqeani eslatgandan keyin sotish fikridan to'xtaydi. 1974-yil obod qilinadi. Lekin gazeta, televizor, matbuotda e'lon qilinmagan. Rasman ochilishi 1997-yil Vazirlar Mahkamasi 217-qarori mustaqilligimiz sharofati unutmasligimiz kerak muhtaram birinchi prezidentimiz tashabbusi bilan mana bu holatda 1000 kishilik masjid qurilgan edi. Hozirgi kunga kelib kichkina bo'lganligi uchun, chetdan keladigan mehmonlarning soni ko'payganligi uchun muhtaram yurtboshimiz tashabbusi bilan mana 10.000 kishilik masjid 5 yil ichida qurib bitkazildi. Hurmatli mehmonlar, otaxonlar, onaxonlar, agar ko'p gapirib zeriktirgan bo'lsam uzr so'rayman. Yana 1 minut meni diqqat bilan eshitingizlar. Sal yaqinroq kelsa hamma yaqinroq kelsin. Hozir aytmoqchi bo'lgan gapimni mendan oldin eshitgansizlar. Ichlaringizda guvohi bo'lganlar bor. Guvohi bo'lmaganlarimizga nasib qilsin. Hajga borganingizda men Toshkent, Andijon, Namangan, Qo'qon, Samarqand, Buxoro desangiz bilmaydi. Men Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Mahmud Zamaxshariyning yurtidan keldim desangiz, bag'riga bosib, yelkangizga boshini qo'yib yig'laydi. Nima uchun? Nima uchun? Diqqat bilan eshitingizlar. Allohning kalomi Qur'ondan keyingi ikkinchi manba bo'lgan hadislarni to'plab asl holiga qaytarib bergan zot Imom Buxoriy bobomiz. Islom olamida 6 ta muhaddis olim bo'lsa, eng ulug' Imom
İmom Buxoriy bobomiz bo'lsa, eng suyukli shogirdi Imom Termiziy bobomiz. Mahmud Zamakhshariy kim? Mahmud Az-Zamakhshariy kim? Mahmud Az-Zamakhshariy bobomiz diqqat bilan eshitingizlar. Asli Xorazm farzandi. Arabistonga borib, arablarni o'zini gapirayotgan ona tili, arab tilini grammatikasini to'g'rilab qolibga solib bergan zot Mahmud Az-Zamakhshariy bobomiz. Mehmonlar diqqat bilan eshitingizlar. Hozirgi zamon arab olimlari aytar ekan. Hozirgi zamon arab olimlari aytar ekan. Agar Mahmud Zamakhshariy bo'lmaganda, agar Mahmud Zamakhshariy dunyoga kelmaganda, arab tili yo'q bo'lib ketgan bo'lardi. Qarang, 15 sekund ichida mana shu gapni aytib tugatdim, lekin bir o'ylab ko'ring, shu 15 sekundlik gapning ichida qancha katta gap bor, qancha katta ma'no bor. Ana shunday ulug' zotlarning avlodi, ajdodi kim bo'ladi? Siz bilan biz bo'lamiz. Amin. Mehmonlar, agar sizlarga nimadir yetkaza olgan bo'lsak, ekskursiya qilib bera olgan bo'lsak, telefonlarni o'chirib, bir duo